Hammaga salom bolalar. Hammaga salom. Sizlar bilan men yana Street Minecraft. Xush kelibsiz mening yangigina videomga. Bugun biz maktab serialini olamiz. Qani bo'lsa boshladik. Bugun biz birinchi maktabga boramiz. Maktabga nimalarni olsak bo'ladi? To'xtanglar, qornim hozir ochdi. Birinchi bitta tabaka yeymiz, bitta non, bitta pecheniye, bitta suv. Bo'ldi. KFC qolib ketibdi. Mana shular yesam yetadi. To'xtanglar, oshxona qayerda edi? Do'stlar, like bilan bosinglar. Mana bir 100 taga yetay, 100 taga matmada oshxona. O'zim uyimda oshxona qayerda? O'zim uyim oshxona qayerda? Mana oshxona qayerdaligini keyin birinchi ko'rsatib ketdi. Endi asosiychadan ketdi. Endi steak, mana yaxshi ko'rgan steakim bu. Shoh tushmasligi kerak. Bitta pecheniye ketdi, yaxshi. Endi bitta suv qani. Maza. Qornim ishib ketdi, yurolmayapman уже. Qani mayli, bola уже maktabga borish kerak. Birinchi narsani qo'yamiz. Maktabga, obedga, yeyishga 4 ta pecheniye olamiz. 5 ta. Telefonimni olaman. Ozgincha o'zim uchun olaman. Mayli, hammasini olaverdik. Keyin mech. Kelmaydi hali. Bugun o'zi qanaqa darslar bor ekan, to'xtanglar-da. Qarab oling. Mana oldim. Qanaqalar bo'lar ekan? Matem, rus tili bo'lar ekan, keyin angliyskiy bo'lar ekan. Bo'ldi. Mana rus tili, o'zbek tili bu. Ana angliyskiy, mana matem. Mech olaymi, olmaymi? To'xtanglar, to'rt qolib ketibdi boya. Voy, to'rtni esdan chiqib ketdi. Bitta bo'ldi. Do'stlar, keyin suv olaylik, suv. Chanqab qolsa yana. Suv olamiz. Qani bo'lsa ketdik. To'xtanglar, bu yoqqa qo'yamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Bu yoqqa. Bo'ldi. O'zi maktab 7-8 bor, soat uchun. Voy, 7 naqada 8 yugurish kerak, o'zi maktab uzoqda. Qani yugurish kerak. Eshik ham bir. Mana shuni avtomatik ochiladigan qilib qo'yishim kerak-da. Qani yugurmasa. Voy, qaranglar-da. Voy. Yugur. Yugur. Ana maktab kiyim kiymaydi uncha hali. Yugur. Mana shkafim qayerda edi? Mana shu. Telefonim qo'ymayman. Yo'q. O'zim qo'yaman hozircha. Gitti, yugur.
Yugur yugur yugur. Yugur. Kech qolaman hozir. Chiq. Yugur, mana xonam qatta edi. Bizni xonamiz qatta edi. Sanatdan kishi edi. Mashunisi. Oo. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum. Otasan maylimi? O'tiraman. Rahmat. O, doston qaraysan. O, Davud qaraysan, Davud. Gaplashma. Xo'p, ustoz gaplashamiz. Birinchi darsim edi. Matematika. Ustoz hozir matematikmi? Matematika. Ochlarning daftarlaring, kitoblaring. Xo'p. Tungi vazifani qildinglarmi? Ha, qildim. Nima edi o'zi uyga vazifa? Misollar yechib kelish edi. Midi? Shunaqamidi adashmasam? Sen qildingmi? Siz yozib sen buni qildingmi ish qilib, sen bola yomon mazmun qilmay qolyapsan uyga vazifalaringni. Ha, qildim. Siz yozib bermadingiz просто menga. Yozib bering. Misollarni yozib bering mana. Opki daftaringni. Mana ustoz. Hangicha marta? To'g'rimi? Bolalar telefon o'ynayapti. Mana YouTube ko'rib turamiz. YouTube. Mana. Qoraylar. Telefonnimi? Hop. O'ynamayapman, hop. Qani. Ot. Qani ketdi. Mayli, qani. Telefon yamadingiz, otki telefoning. Ustoz nimaga? Yechib oldingizmi hali? Opki mega. Mana oling mana. Telefon bermay qo'yadi ustoz. Mayli. Yechib bering tez. Bolalar esdan chiqib ketdi telefon. Bo'ldi, olib ket. Siz bo'ldimi hozir? Qani nima yozsiz ko'ramiz hozir. Joyimga o'tirib olay. Mana. Xo'p, misollar. 123 ga qo'shamiz 124. Oson-ku. Oson. 247 bo'ladi, конечно. Oson-ku. Endi keyingisi. 5 ko'paytirib 6. Voy, siz bemalol soni 30 bo'ladi. Oho. 123.321 ni qo'shamiz 987.987 ga ustoz. Qiyin ustoz. Oho. Mayli, tavakkal. Yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Ustoz, mana bo'ldim.
Ey do'stim, qalaysan? Yaxshi. O'zing qalaysan? Ha, yaxshi. Do'st. Mana. Daftarim. Men ketdim joyimda. O'tirib turaman ungacha. Yechib oling. Telefon o'ynab turaman. Qani, davay. Ustoz bo'ldimi? Ha, bo'ldi, ketaman. Hop. Qani, qo'yaylik-chi. Voy, siz 5 mi? To'g'rimi hammasi? To'g'rimikan? Ha, to'g'ri ekan. O, rahmat, addushi ustoz. Addushi. Peshanangizdan o'pib qo'yaman desam, lekin yetmayapman-da prosta. Qarang. Mana bitta sakrayman tegina oladi, ko'rasizmi? Hech kim tegina olmaydi bunaqa qilib sakrayman. Xo'ba. Voy. Ustoz. Endi buni to'g'riysan, endi bu do'stni. Qancha izimrod ustoz, izimrodmi yana? Ustoz, men shunaqa emas, sindiraveraman hamma narsalarni. Oldingi haftaning bitta oyasi to'layading. Yana bir marta sindirding. Endi bu safar oldin 7 to'lagan bo'lsang, bu 14 ta to'laysan. Ha, keyin maktabda 14 ta pulingni ham bergan, 14 ta izimrodini. Ustoz, xo'p, hozir borib kelsam maylimi? Men bu shkafimga qo'yib kelgandim-da pullarimni. Bo'pti, bor olib kel. Xo'p, ustoz. Tez bo'lib kelay. Yana bir shunaqa bo'ldi. Oldingi hafta ham shunaqa bo'lgandi. Bitta oynani sindirib, 7 ta izimrod to'lagandim. Bu safar ham soat necha bo'ldi o'zi? Hali bor ekan, tanafusgacha. 5 minut qoldi. Mana shkafim. Mana. Va o'zi 28 taga izimrodim qolibdi. Maktab puli bilan oynani pulini bersam qolmas-ku izimrodim. Kimni telefon qilyapti hozir? Allo.